Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Hurmatli aziz vatandoshlar, bugungi videoni hurmatli erkaklar ko'rishini xohlardim. Ayollar ham eshitib qo'ysa, o'zi uchun kerakli xulosani chiqarib oladi. Ko'radigan videoyingizni oxirigacha ko'rsangiz, siz uchun manfaatli bo'ladigan albatta umiddaman. Bugungi mavzu ajoyib mavzu bo'ladi. Doktor M kanalini ochamiz va kommentariyalarga nazar solamiz. Xo'p, test tamom qilish haqida gapiring doktor. Hamma videolaringizni kommentariyasiga shunday deb yozib chiqyapman. Yaxshi. Bugungi mavzu test tamom qilish, ya'ni erektil disfunksiya kasalligi haqida bo'ladi. Erektil disfunksiya o'zi nima? Erektil disfunksiya qay holatlarda paydo bo'ladi va bu lecheniyaga o'tadimi? Ya'ni lecheniya qilsa bo'ladimi? Xo'p, erektil disfunksiya bu erkak kishining jinsiy aloqa vaqtida tez tamom qilish yoki bo'lmasam tez sperma chiqib ketish kasalligi hisoblanadi. Erektil disfunksiyani qanday aniqlasa bo'ladi? Sizda olat yaxshi turmaslik, ya'ni tarang turmaslik, olatni uyg'ongan vaqtda bo'sh uyg'onishi yoki bo'lmasam ertamangi ereksiya bo'lmasi, bundan tashqari jinsiy aloqa vaqtida 33 sekund yoki 1 minutga borib-bormay bo'shanib olish yoki jinsiy aloqa vaqtida rohat sezmaslik. Xuddi shu narsalarda erektil disfunksiya desak bo'ladi. Undan tashqari yana erektil disfunksiya holatni umuman ishlamay qolishi, xudo ko'rsatmasin. Xo'p, unday bo'lsa, endi erektil disfunksiyani nimalar keltirib chiqaradi degan savoldan. Birinchi o'rinda biz yurak qon tomir sistema kasalliklari haqida gapiramiz. Bu qon bosishini oshishi yoki shu kabi kasalliklar, ya'ni davleniyalik degan. Qonda qand miqdorini oshishi, ya'ni qandli diabet, saharli diabet va endokrinologik kasalliklar sababi men doim videolarda aytaman, yaxshi yoki yomon gormon bo'lmaydi, hamma gormonning ishlash faoliyati bir-biriga bog'liq. Albatta, qaysidir gormon funksiyasi buzilsa va u kamayib ketsa, qaysidir gormon oshib ketadi yoki naborot. Shuning uchun endokrinologik kasallik bor insonlar ham erektil disfunksiya bilan og'rishlari mumkin. Endi yana kimlar og'riydi? Prostatit kasalli borlar og'riydi. Olatda yoki mashonkalar travmasi borlar og'riydi. Orqa umurtqa pog'onasida yoki umurtqa pog'onasida orqa miya suyuqligini ayrim sabablarga ko'ra kasallik og'riydi. Bundan tashqari doimiy stressga tushadiganlar og'riydi erektil disfunksiya bilan. Endi test tamom qilish va doimiy stressda yuradigan, noto'g'ri ovqatlanadigan, semiz insonlar. Aytgancha azizlar, kam uxlash oqibatida ham erektil disfunksiya kelib chiqishi mumkin. Organizmda to'g'ri uyquda testosteron oshmasligi mumkin, lekin organizm tiklanishi uchun uyqu albatta kerak. Bundan tashqari testosteron tushib ketishi, prolaktin ko'tarilib ketishi va boshqa gormonlar funksiyasi buzilishining oqibatida ham shunaqa erektil disfunksiya kasalligi kelib chiqadi. Erektil disfunksiyasi nima bilan xavfli degan savolga birinchi o'rinda erektil disfunksiya ko'proq psixologiyaga bog'liq desak ham bo'ladi. Psixologik siz jinsiy aloqaga kirishdan oldin albatta shu narsani o'ylaysiz. Ya'ni siz hozir bo'shanib qolaman, tezda bo'shanib qolaman, nima bo'larkin, tez bo'shanib qo'ymasmikin, o'tgan safarga o'xshab holatim yana qattiq turmay qolarmikin degan ongizda savollar, so'rovlar paydo bo'lishi bilan bosh miya impuls beradi va olatga arterial qon kirishi yaxshi bo'ladi. Xuddi shu paytda ham zadержкаga o'zingiz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin, chunki har bir qon tomirga albatta nerv kelib tutashgan va nerv uni kengaytirib, toraytirib berish funksiyasiga javob beradi. Siz avvalo halol pok ayolingiz bilan men doim aytaman, ayol kishiga elchi jo'natishga. Elchini jo'natib ayol kishini tayyor qilganingizdan keyin shoshilmang. Albatta jimo qiling. Jimodan keyin jinsiy aloqaga o'ting. Chunki ko'p ayollarga jimo yoqadi va elchi bergan erkak ayolni ogohlantirgan erkakni jinsiy aloqasi ogohlantirmay jinsiy aloqa qilgan insondan ko'ra yaxshiroq. Endi bularda qanaqa yana funksiyalari bor desangiz mumkin. Ko'p o'tiradigan insonlarda, ya'ni ko'p o'tirib ish qiladigan gipodinamiya deydi. Undan tashqari o'ta semiz insonlarda xolesterin qon tomirlariga borib zabivatsiyani to'liq oladi yoki devorni yarmini egallaydi va shu oqibatida ham. Undan tashqari men doim aytaman videolarimda semizlikni menga 10 ta yaxshi faktini keltirib bering. Hech kim shu kungacha mana keltirib beralgani yo'q. Shuning uchun tamom qilish kasalligi birinchi o'rinda o'zini sog'lig'iga befarq bo'luvchi odamlar. Undan tashqari men ko'p videolarimda aytaman, inson 40 yoshdan o'sgandan keyin prostata bezi va shu kabi kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Bu hammada ham emas, lekin bor. Endi siz aytishingiz mumkin, hozir kommentariyada men 20 minut aloqa qilaman, 1 soat aloqa qilaman. Молодец, zo'r, men sizni tabriklayman. Sizda genetika yaxshi ekan. Endi qolganlar uchun biz bu videoni syomka qildik. Xo'p, buni davosini aytasizmi degan savol tug'iladi. Albatta aytaman, faqat ikkinchi videoda, ya'ni xuddi shunaqa erektil disfunksiya kasalligi haqida, ya'ni test tamom qilish kasalligi haqida albatta video chiqarganimizda ushbuni qanday qilib uyda davolash sharoitini yoki bo'lmasam nima qilish kerak. Endi erektil disfunksiya sabablarini aniqlab olish kerak. Saharni davolash kerak. Endokrin kasalliklar bo'lsa uni davolash kerak. Yurak qon tomir sistemasi bo'lsa uni davolash kerak. Обязательно. Prostata bezi kasalligi yoki olat yoki mashonka travmalari, bosh miya travmalari yoki orqa miya travmalari, ularda albatta davolab bo'lgandan so'ng keyin erektil disfunksiya kasalligini davolash kerak. Testosteron tushib ketishi bu qo'rqinchli narsa emas. Testosteron yoki gidrotestosteron ukolarini shifokorlar maslahat qilgan holda olsangiz, xudo xolasa erektil disfunksiya kasalligi yo'qoladi. Undan tashqari organizmda prolaktin oshishining oqibatida
u libido bilan testosteronni tushiradi va buni ham oddiy narsalar bilan davolash mumkin. Ereksil disfunksiya qanday aniqlanadi? Ereksil disfunksiyani sizni jalbingizga qarab albatta doktor u tashxisni qo'yadi va sizga gormonlarga analiz, UZI, umumiy qon siydik va boshqa qo'shimcha analizlar shikoyatingizga qarab belgilaydi. Ana shu chiqqan analizlar javobini olib solishtirgan holda sizga to'g'ri licheniya yoki to'g'ri vitaminlar tavsiya qiladi. Hurmatli aziz erkaklar, ereksil disfunksiyaga hozir insonlar chalinishi ko'paymoqda. Sababi hozirda noto'g'ri ovqatlanish, fast foodlar, gazli ichimliklar, korobkali soklar, har xil energetik ichimliklar iste'mol qilish ko'payib ketdi. Bundan tashqari kam uyqulik yoki bo'lmasam gipodinamiya, kam harakatlik ko'payib ketdi. Shuni hisobiga ereksil disfunksiya kasalligi kuchaymoqda. Ereksil disfunksiya kasalligini yechish uchun albatta to'g'ri ovqatlanish kerak, 8 soat to'g'rilab uxlash kerak. Yilda 2 marta sharoit bo'lmasa 1 yilda 1 marta doktorga borish kerak. Men boyaga aytganimdek simptomlar paydo bo'lgan bo'lsa, ya'ni eritaman gereksa yo'q yoki sizning jinsiy aloqangiz 1 minutga bormayapti, holat qattiq turmayapti, holat tarang turmayapti yoki sizda prostatit kasalliklari alomati sezilishi bilan albatta shifokorga borib murojaat qilgan holda to'g'ri davolanish kerak. Yoki bo'lmasa bizni klinikaga ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz hozirda Toshkent metro oldida Numa klinikasida Yashnobod tumani Zo'r TV'ni ro'parasida bexijolat kelib ko'rinib ketishingiz mumkin. Bizda barcha analizlar bor, barcha mutaxassislar bor. Endokrinolog, terapevt, pediatr, urolog, hattoki nevropatolog va diyetist nevrolog ham bor. Bexijolat kelaverasizlar. Numa diagnostika markazimiz sizlarning xizmatingizda. Ichish, chekish va hokazolar ham albatta ereksil disfunksiya chaqiradi, chunki bu organizmning funksional buzilishiga olib keladi. Bu videoni darslik video qilgan holda sog'lig'ingizga befarq bo'lmasdan har qanaqa dorilarni shifokor bilan borib maslahat qilgan holda ichiladi va har qanaqa dorining yaxshi joyiga ta'siri bo'lsa, biror joy nojo'ya ta'siri bor, allergik reaksiyalar bor, boshqa xudo ko'rsatmasin, dori reaksiya beradigan bo'lsa, reanimatsiyalarga tushishi mumkin yoki bo'lmasam dori reaksiyasida juda ko'p 80-90% bu holat o'lim bilan tugashi mumkin. Erektil disfunksiyada qo'llaniladigan asosiy narsalarni aytib o'taman. Birinchisi, sizda prostata bezi yoki siydik chiqarish a'zolari kasalligi bormi yoki yo'qmi? Shuni aniqlashtirish kerak. Ikkinchisi, endokrinologik kasalliklar bu yo'qmi? Bu sahar kasalligi, qalqon somon bez kasalligi yoki shu kabi. Uchinchisi, qon bosimi oshganda qon bosim tushiradigan preparatlar ichmaysizmi? Ya'ni darinani tushiradigan xalq tilida gapiradigan. To'rtinchisi, sizda og'ir vazn yo'qmi? Beshinchisi, siz gipodinamiya emasmi siz hayotda, ya'ni doimiy o'tirib ish qilmaysizmi? Endi buni davolashga keladigan bo'lsak, menga o'tgan safar aytganimda, o'tgan safar juda kamchilik odam javob beribdi. Javob berishlar so'rayman. Nimaga men sizlar uchun shuncha darsli video tayyorlashga harakat qilyapman? Ya'ni buni ko'rib, borib shifokor bilan maslahat qilgan holda to'g'ri licheniya qilish kerak. Birinchi aytadigan narsam, sizlar yilda 1 marta bo'lsa ham doktorga borib ko'rinasizlarmi? Ya'ni maxsus check price listlari bor. Hamma yoshda, masalan 18 yoshdan buyog'iga urologik check price listlari bor. Check list deyiladi. Ya'ni yoshiga qarab taqsimlanadi. Xuddi shunaqa yilda 1 marta doktorni tekshiruvdan o'tasizlarmi? Keldi shunday deb gapiring. Ikkinchisi, jinsiy hayotingizga shunaqa buzilish bo'lganda o'z boshimchalik qilib davolanmaysizlarmi? Uchinchisi, sizlarda og'ir vazn bormi? Ha, aytgancha o'tgan safar ham aytdim, bu safar ham aytaman. Menga og'ir vaznni 10 ta foydali tarafini aytib beringlar. Chunki men juda ko'p aytaman, og'ir vazn hech qanaqa bir foydali tarafi yo'q, bu kasalliklarga sabab bo'ladi. Xo'p, to'rtinchisi, siz hayotingiz davomida sport bilan yoki jismoniy tarbiya bilan o'zingiz uchun shug'ullanasiz. Beshinchisi, kasbingiz nima? Chunki juda ko'p hollarda kasb ham albatta bu erektil disfunksiyaga bog'liq, ya'ni bu radiatsiyada ishlayotgan bo'lsa yoki shaxtalarda ishlayotgan bo'lsa alohida dietalar qilinadi yoki maxsus tabletkalar yoki maxsus nimalar qilinadi. Bundan tashqari semiz bo'lsa uni ozdiriladi, o'ta ozg'in bo'lsa uni sal semirtiriladi va hokazo. Bundan tashqari sizda sahar yoki bo'lmasa endokrinologik kasalliklar yoki shu kabi kasalliklar bo'lsa ham albatta buni to'g'ri licheniya qilgan holda erektil disfunksiyani yechib ketiladi. Men bugungi aytadigan narsam albatta bu erektil disfunksiya kasalligiga ta'sir qilishi mumkin va u to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham albatta bu aytadigan narsalar o'zini ichiga oladi erektil disfunksiya kasalligi. Birinchisi organizmda vitamin D yetishmovchiligi, ikkinchisi organizmda selen, sink, libido yoki bo'lmasam shu kabi narsalar yetishmovchiligi. To'rtinchisi organizmda testosteron va gidrotestosteron pasayishi. Beshinchisi prolaktin va ayollik gormonlar estrogen, estradiol yoki bo'lmasam kortizol stress gormoni ko'tarilishi. Aytgancha azizlar, men o'tgan safar videoda aytganman, stress organizmda eng kuchli yuvuvchi vosita hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Undan tashqari ishlash omillari, hayoti, ya'ni gipodinamikasi, ya'ni harakatchanlik bormi yoki sport va semizlik va shu narsalarni albatta o'zingiz ratsioningizdan to'g'rilasangiz, ya'ni vaqtida uxlasangiz, semiz bo'lsangiz 10 kilodan 20 kilogacha vес tashlasangiz, hayotingizda har kun, har haftada 3 kun jismoniy tarbiya kirgizsangiz va boyaga aytgan vitamin D, sink, selen va hokazolarni doimiy nimasini nazorat qilib tursangiz, yilda 1 marta gormonal analizlar topshirsangiz, bu testosteron, gidrotestosteron, estrogen, estradiol,
prolaktin va hokazo. Albatta saxariz yoki bo'lmasam gipotenziv vositalar qabul qilmasangiz, ya'ni dalanani tushiruvchi vositalar qabul qilmasangiz. Endi erektil disfunksiyada juda yaxshi yordam beradigan preparatlar, lekin bu preparatlar azizlarim o'ziga o'rgatishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib sinamiz. Birinchi aytadigan preparatimiz bu Viardo yoki Viardo Forte preparati. Iltimos editor rasmlarni ko'rsatsiz. Ikkinchi aytadigan preparatim bu Aslan preparati. Ushbu preparatlarni hammasini tarkibida ginshen bo'lishi mumkin. Undan tashqari ekstra gevrikoma bo'lishi mumkin. Jinsiy quvvat oshiruvchi vitaminlar, sin, selen, vitamin D3 va hokazolar va testosteron va gidrotestosteron sintezini yaxshilovchi vositalar. Undan tashqari yurak qon tomir sistemasini faoliyatini yaxshilashi mumkin. Lekin azizlar unutmanglar, testosteron va gidrotestosteron oshiradigan preparatlar yurakda bir xillik odamlarda hovliqtirib olishi mumkin. Bu holatda juda ehtiyot bo'lamiz. Davom etamiz. Hozirgi juda ko'pchilikka mamnun bo'layotgan Verona preparati. Undan tashqari juda ko'pchilik Afil preparatini bilar ekan. Tarkibi Tadalafil 5 lik, lekin bu Tadalafil 5 lik jicha baquvvatroq preparat. Ushbu preparatni bir mahal qabul qilganingizda yuragingizni o'ynatishi mumkin, shu kabi holatlar bo'ladi. Shuning uchun azizlar shoshilmasdan albatta o'zingizga to'g'ri qo'yib tashxis qo'ydirib, birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda hayotingizni va ovqatlanish, uxlash yoki shu kabi rejimlarda o'rnagan holda albatta to'g'ri lecheniya qilish kerak. Sababi azizlarim ertaga bu narsa bir ketib qolsa orqaga keyin qaytarish juda qiyin bo'ladi. Yana qanaqa preparatlar ichsak bo'ladi? Erektil disfunksiyada yoki sizga ushbu qanaqa preparatlar yordam bergani haqida kommentariyamiz ochiq yozib qoldiringlar va semirishni yana qaytaraman. 10 ta foydali tarafini menga aytib beringlar. Xo'p, azizlarim, yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Verona, Numadan Velman Box, Aslan Premium preparati, Viardo yoki Viardo Forte preparati va Tadalafil, ya'ni Afil 5 lik. Endi kimdir aytadi, men 10 ligini ichaman, men 25 ligini ichaman. Azizlarim, men hamma videoyimda aytaman, har qanaqa preparatni ichishdan oldin albatta uni shifokor bilan maslahat qiling. Meni videolarimda ko'rib, yugurib bor dorini ichib, ertaga bir narsa bo'lib qolsangiz ham bunga o'zingizga o'z javobgarsiz, chunki men hamma videoyimda aytaman, bu darslik video. Albatta shifokor bilan maslahat qilgan holda aql tarozisiga qo'yib, keyin harakat qiling. Chunki shifokor bilan maslahat qilganingizda balki shifokor sizni holatingizni ko'rib boshqa dorilar qo'shimchalar qilar. Azizlarim, albatta erektil disfunksiyada prostata va prostata bezi kasalliklari bo'lmasligi kerak. Prostata va prostata bezi haqida birinchi, ikkinchi videolarimizni ko'rib turibsizlar. Kommentariyamiz ochiq, telefon nomerimiz yonida, qo'ldan kelgancha onlayn konsultatsiya beryapmiz. Onlayn konsultatsiyamiz pullik, juda yaxshi bilasizlar bu haqida. Yoki bo'lmasa meni qabulimga kelmoqchi bo'lsanglar, Toshkentda, Toshkent metroning yonidaman, behijolat kelib murojaat qilishingiz mumkin. Kelishdan oldin albatta telefon qilinadi. Ushbu chiqib turgan raqamlarga 0808 oxiri va so'ngra kelinadi. Chunki dabdurustdan kelib olsangiz, men qabulda yoki bo'lmasam boshqa bir joyda yoki syomkada yoki bo'lmasam shu kabi joylarda bo'lib qolsam, azizlarim, albatta o'zingizlarga keyin yugurish, yumushlaring ko'payib ketadi. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Bugungi videomiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Men video chiqaraman, qaysi mavzular sizlarga qiziq bo'lsa yana aytaman, kommentariyada yozinglar yoki Telegramda yozinglar. Bundan tashqari bilmaslikda davo savol, bu haqida juda ko'p aytyapman. Bugungi videoni olishda bizga yaqindan yordam bergan Uzbom TV, Davronbek va Fayzbeklarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kuninglar xayrli va barakotli bo'lsin. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.